Da bolalar qalaysizlar, ishlab olyaptimi? Ha, bugun biz OneBlockda Visualiyani boshladik. Do'stim bilan. Shunday qilib biz ikkalamiz hali ko'p ishlar qilamiz. Video oldidan like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Shu bilan video boshlandi. Videoda hali nimalar rejalar katta, bu yerda chiroyli qilyapmiz hali. Oldin yaxshigina blok qazish kerak. Boshlanishiga
Yo'q, hozircha emas. Ko'proq daraxt to'plab turib, chiroyli qilib, katta joy qilaman hali. Mani rejam shunaqa. Demak, ketyapti bu bola. Mayli. Bo'ldi. Hamma yoqda o'zi upgrade qilishni boshlaydi do'stlar. To do'stim kirguncha biz anchagina upgrade'lar qilib qo'yishimiz mumkin albatta. Agar menga podдержка qilib obuna bo'lsalaring, undan ham zo'rroq, undan ham yaxshiroq va sifatliroq video olishga albatta so'z beraman, demayman, harakat qilaman. Juda ko'p emas, bo'ladi. Xullas, avval mana bu bratishkalarni boshqa yoqqa ko'chirish kerak. Xo'p, bizda van blok qat. Demak, van blok mana shu. O'zi shuna blokda turgani yaxshi. Bularni barini yig'ishtiramiz. Keyinchalik ko'paytirsa bo'ladi bularni. Shuning uchun. Xo'p, endigi navbatda bularni ko'paytirish va boshqa yoqqa olib o'tish ishlarini albatta qilamiz. Uning uchun van blokni oldini chiroyli qilib chiqish kerak albatta. Men o'zimga instrumentlarni yasab olishim kerak, taxtali. Hop, nechta 371. O'zi bir yo'l upgrade bo'lib toshdan narsalarga o'tishimiz kerak. Avval toshdan narsalarga o'tib olganimiz menimcha bu foydaliroq va yaxshiroq. Maqsadga muvofiq bo'lishi uchun
toshli davrga o'tish uchun 1 sekund tezlarda o'tib ketadi, lekin menda hali ancha vaqt ketadi. Mayli. Mana bizda upgrade boshlandi. Ungacha kerakli narsalarni joyiga qo'yib, astagina toshli davrga o'tganimiz yaxshi deb o'ylayman. Chunki biz kuchayishimiz va bu yerni tezroqda bitirishimiz bu bizga ancha foyda beradi. Mana bizning birinchi ko'mirimiz. Va pastda chatda ko'rib turibsizlar, bizda keyf ochildi. Toshli narsalar tezroq olsak bo'lmaydi, bundan ketishdi. Voy bu, yana qancha vaqt kutarkanman. Bu qanday omadsizlik? Nega tosh chiqmayapti? Mana. Yana bitta tosh. PvP ustasiman demayman, tajriba bo'yicha. Narsalarni to'kilib ketdi. Mana. Bu ham ketdi. Meni toshlarim qani? Mayli. Yana bir bor qayta harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni menga bitta bolg'a ham kerak. Toshni olgandan keyin videoda qayta qo'yaman. Mana bizda 6 tosh. Bitta kirka va bitta bolg'a. Xush kelibsan tosh davriga Muhammadziyo. Xo'p, bo'lmasam endi bizdagi barcha taxtalarni yig'ib chiqaman. Bizda qanday taxtalar bor? Menimcha bu yerdagi bor taxta shu. Bu yerdagi taxta birch planks kerak. Kirib qolishi mumkin. Oqlok kerak. Menimcha bizda taxtalar kam. Lekin bizda o'stiruvchi va daraxtlar bor. Mana. Shuni oldiroq qo'yib olsam. Mana bizda yaxshigina taxtalar
bor. Hattoki olma ham. Tez o'stiruvchidan olib qolganini ham qilish kerak yo'qol. Bu efekt qachon tugar ekan endi? Qani bismillahirrohmanirrohim. Ana. Bo'lmadi. Mayli boriga ham shukr. Endigi navbat mana bu pratish keladi. Ya'ni buni maydalangan, ya'ni bittaligimi shunaqa. Bunaqasi kerak. Juda ham ko'p. Da mana shu yetib bo'lsa kerak. Ya'ni bu nimaga boradigan? Nima deydi? Fermaga. Bizning kichik fermamiz. Ana bo'ldi. Yaxshi. Platformani qurib videoni davom ettiraman. Do'stlar, mana bu yerda haliginagina dunyodan chiqib ketdi degan so'z bor. Ya'ni pastga tushib ketdim. Meni shuncha daraxtim uxladi. Platformani endigina manimcha joyini qurib bo'lgandimi? Mayli. Tezroq tosh topib olsam bo'ldi. Muhimi. O, akselot. Hop. Endigi navbat. Buni qo'yamiz. Bizda hattoki yaxshi ham buni joyiga qo'yib qo'ygan. Ana endi bizda toshli pikaks bor. Mana qilib tur. Iloji boricha ko'proq blok yoki daraxtlarni to'lamasak bo'lmaydi. Xuddi mana shunday kerak edi. Endi bizda bitta bolta va bir dona qilich bor. Qilich har ehtimolga qarshi. Mabodo yana tushib ketadigan bo'lsam, aytgancha biz daraxtlarni ekib qo'ysak, bulardan ham daraxt olish niyatida. Albatta. Bo'lmasam tosh qazish time. Tosh qazib bo'lgandan keyin video davom ettiraman. Hali endi 3 ta zombi chiqib meni o'ldirmoqchi bo'lyapti-yu. Da ular aytganini qilyapti. Oh yeah.
Yaxshi, bittasini hal qildik. Qo'limda qurolim bo'lganda-yu, yana zombi sho'ya. Hop, qani ye. Qanday? Miyahga bratishka. Miyahga. So'lam aylantirib. Manada hamma yo'qim sog' qolmagan bo'lsa-da, ma'lum bir qismi sog' qoldi. Xullas, men sizlarga nima yo'nibdi, shoq suribdi demay, shu yaqin o'rtada uni nima deydi, nima bos zo'r narsa ko'rsataman sizlarga. Ya'ni bu o'zim ham yaqinda shunday ma'lumot eshitdim. Echki agar o'zini shoqini urib sindirsa, unda bitta chotki hali nima deydi, nimalarda villagerlar bor-ku, o'shalarda surnaydan berar ekan. Men eshitgan manbaga ko'ra, lekin uni qayerda urgan, aynan qayerda shoqi bilan tutgan bilmadim. Chunki hozircha bitta ham bunday narsa ko'rmayapman. Bu yerda ham manimcha u tushib ketgan bo'lsa kerak. Katta ehtimol bilan, chunki mana anchagina narsam tushib ketibdi. Mayli. Menda ancha tosh bor edi-da. Ayam qilyapgani mana shu. Bu yoqqa toshlardan qo'ygan ekanman, endi qizig'i bor-ku. Mana shu meni qutqarib qola oladi. Yaxshi, bitta chiroyli chotki narsa qurmoqchiman endi. Moblar chiqib ketmasligi uchun tashqariga. O'zimga ko'proq taxta kerak. Nimaga ma'nati bitkizganimdan keyin meti ba'zi bir narsalarni qoplashamiz. Yo'q. Lekin menda hali unchalik ko'p darajada bloklar yo'q. Shuning uchun to'plashim kerak-da. Tosh qazish time bilan yana qanchadir vaqtdan keyin ko'rishamiz. Meni yana bir do'stim o'yin videoga qo'shildi.
Da bo'lmasam, asta-sekinlik bilan bloklarni yig'ishni boshlaymiz. Hop, bizga kerakli bo'lgan bloklar qayerda? Shunday qilib, biz fermani nima desa bo'ladi? Shu yerga chiroyli bitta kattagina nima qilib chiqamiz. Nima desa bo'ladi deyapman. Adashib ketyapman. Uzr, ko'p bitta gapni ko'p qaytarib yuborayotgan bo'lsam, oldindan uzr. Xullas, nima desam bo'ladi? Mana shu yer to'ldirganimizdan keyin yonini o'rab chiqqan holatda mana bu yerdagi barcha hayvonlarni bu yoqqa ko'chiramiz va bu yerda bitta ferma bo'ladi. Keyin esa bu yerdagi joyni boshqa birorta blokka almashtirgan holatda nari tarafga o'tkazamiz. Shunday qilib chiroyliroq, yaxshiroq joyga aylantiramiz. Mana gap topib oldim. Hop, menga hayvonlarni o'tkazish uchun bug'doy kerak edi. Agar shu ikkitadan birortasida jo'ja chiqsa, like bosib obuna bo'linglar. Bu yerda moblar ko'paygani tufayli ozroq o'yin qatishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerdagi barcha moblarni tarafga olib o'tgan holatda video sifatini oshirishimiz ham mumkin. Barcha men orqamdan yursin. Menga yana bloklar kerak. Bloklarimiz tez tugamasa, menga yana blok kerak bo'lib qoldi. Hop, bizda taxta bormi? Taxta yo'q. Mana shunisi yomon, biroq qarang. Andezit bor. Qamang deyapti ekan. Uzrlar. Hop, menga
va nihoyat birov menga taxta. Hozir ko'r. Mana taxta bo'lsa, bizda taxta menimcha bormi? Bor. Bo'lmasam bularni ehtiyot qilgan holatda o'zimizga qaychi yasab olamiz. Ana endi biz kechqurun bemalol uxlashimiz ham mumkin. 14 ta jun. Normal. Bo'lmasam bu yerni chiroyli qilib buzib yo'q qilganimdan keyin ko'rsataman. Mana bu yerlarni chiroyli qilib oldik. Endi esa bloklarni qo'yib chiqishga navbat. Ya'ni aynan loy blokini ishlatganim yo'q, qatayin. Chunki loy bloki keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Adashmasam bu nimada oxirrog'iga borganda loylar kamayib ketadi. Shuning uchun loylarni ehtiyot qilgan. Hatto loy bas chiroyliroq ham turadi. Boshqa bloklarni ishlatmoqchiman ko'proq. Iloji boricha bu menimcha yaxshi. Iloji boricha ko'proq bloklarni olib daraxt ferma, ya'ni daraxt uchun joy qilmoqchiman. Chunki bizda daraxt umuman qolmadi. Va bizda jun bor, lekin daraxt yo'q. Daraxt bo'lsa jun bo'lmaydi. Qanday bu? Mayli. Dirt ro'rsin, granit kerak emas, bu kerak emas. Endi toshmi, blok bormi? Tosh bormi? Tosh. Da hozir. Mana. One block da varied degan upgrade 12 upgrade bor. Shetgacha kuchayish va underdragon'ni o'ldirish. Ana. Bolalar iloji boricha poddeska qilib, like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring xursand bo'lardi va yangi videolarni chiqaramiz albatta.
Iloji boricha obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmasalaring bo'ldi. Muhimi shu. Hozir ovqatda bu kerak edi. Bo'ladi. Qismmi yoki bitta video? Qism. Da bu 1 2 da chunki men odatda maqsadlarda aniq qo'ya olmayman, chunki biz o'zi qayerga tushtiramiz aniq emas, chunki bolalar ovozi qalay, kачество yaxshimi? Agar kачество yaxshi bo'lmasa, nimadan YouTube'da o'zini nastroykasidan kачествоni 720 ga ko'tarib olsalaring, ancha yaxshi va tiniq ko'rsatadi. Chunki menda ham shuna bo'layapti. Ko'p videolarni ko'rganim kачество yaxshi emas. Shunga o'xshagan har xil nimalar bo'ladi. Video yaxshi chiqqan, lekin kачество yaxshi emas. Shuning uchun o'sha narsani to'g'rilab qo'yganimdan keyin videolar ancha tiniqlasha boshladi. Shuning uchun sizlarga ham shuni maslahat beraman. Mana shu gaplar. Ozroq vamblok qaziymiz. Vamblok qazish time. Xullas do'stlar, jicha vaqt cho'zilib ketdi. Shuning uchun videoni to'xtatmoqchiman. Chatda nimadir yozishyaptimi? Yo'q. Bu birovga gapiga kiraylik.